Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Tayloq tumani Yastepa mahallasidan bo'lib turibdi. Xudo xolasa bu birinchi obyektimiz. Qanday obyektimiz desam, sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, o'tgan yili bundan bir yil oldin shunday video qo'ygan edik. Sharoit og'ir, mas'uliyat cheklangan, boquvchisini yo'qotgan yoki mana shunday hammom baniyaga ehtiyoji bor oilalarga mana shunday usta xizmati, mana shunday baniyani, hammomni usta xizmatini bepul ko'rsatamiz degan mazmunda video tayyorladik. Bu xonadonning egasi akamiz mana shu bo'yicha aloqaga chiqqan bizga. Xudo xolasa mana ro'za kunida chiroyli qilib baniyasini bitirib berdik. Endi bir qator sizlarga tanishtirib o'taman-da baniyasini. Tanishtirishdan oldin endi ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Bu rostmi, yolg'onmi? Akani o'zi ham ishonmagan ekanda, bepulga misol baniya qilib beramiz desa, ishonmagan ekan videoni ko'rib. Akani o'zidan hozir mana suhbatini olamiz hozir. Mirjalol aka mana baniyaga ham ko'rdingiz mana. Xudo xolasa mana chiroyli bo'lib bitdi. Sizni ko'nglingizdagidek bo'ldimi? Qanday tasavvur qiluvdingizki, qanday ziyod bo'ldi? Men tasavvur qilganimdan ziyod bo'ldi bu bolaga. Ish qilib hammaga nasib qilsa bunaqa hammomlar. Sizga yoqdimi axir? Albatta. Sizga yoqqan bo'lsa, biz ham xursandmiz. Xudo xolasa, endi bu ishlarimizni Xudoyim bir bardavom qilsin, endi qo'limizdan kelganicha mana qilib berdik, chiroyli qilib. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi-da. Misol bitta mashxonani o'zini mashinchalik holatga keltirib olish ham, endi bu yerda ikkita xona-yu oson emas-da endi to'g'risida. Endi nima desam ekan, haligi ko'pchilik obunachilar mas'uliyati cheklangan desak, qaydan pul bo'ladi? Endi sizlarda misol tirikchiliklar pensiya orqali-da, to'g'rimi? Sizlar pensiya orqali, to'g'rimi? Pensiyaga yashaysizlar, to'g'rimi? Shunday. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi-da. Buncha pulni qayerdan oldi, endi nima bo'ldi? Shunaqa savollar ham tug'ilib qoladi. Masalan, 30-40 million o'lchovdan yig'ishni o'zi bo'lmaydi, o'zi sharoitga. Endi hozir bu pulni yig'ilishida asl sababi, masalan, qarindoshlarimizdan gashtagimiz bor, shunga go'sht puliga hisoblab pul beramiz. Ha, sizlarda gashtag deydi, bizda shambili, kassa deydi-da endi bizda. Kassa deydi. Endi haligi kuni aytgan gapingizdan rosa men nima desam ekan, rosa ta'sirlandim. Haligi siz pulni to'g'ri boshqarishni bilasiz ekan. Haligi pul topishni bilgan boy emas, pulni ishlatishni bilgan boy deydi-ku. Endi bu yoq aytgan gashtag o'ynaymiz dedi. Misol 10 kilo go'sht pulimi, 5 kilo go'sht pulimi ayolingiz non sotar ekan, o'sha tirikchilikka ketsa, bu yoqda pensiyasi, bolalar puli to'liqligicha gashtagga ketadi, to'g'rimi? Oyma-oy gashtagga ketadi. Borini shunday gashtagga tikadi. Mana gashtagda o'zim qilib olib, gashtag pulini yig'ib olsak, bo'ynaga normal summa yig'iladi. Bitta yig'ilganda normal summa yig'iladi. Endi siz navbatingiz misol 18 kishi bo'lsanglar, 18 oyda keladi, to'g'rimi? 18 oyda keladi, bitta normal summa bo'ladi. Endi bu yoqda aytishi bo'yicha endi baniyaga misol muhtojlik bo'lganda, endi siz to'g'rimi? Bu yoq endi haligi yurishgacha zinalardan chiqishga, haligi o'tirib turishga qiyinchilik uchun, misol uchun hammomga cho'milib, toza bo'lgan boshqachada. Toza bo'lgan boshqacha. O'sha uchun ham boyagi uy-joylarni nima qilmasdan birinchi shu hammom quraylik deb niyat qilgandik-da. Endi ashi gashtagni pulini shu hammomga niyat qilgansizda, to'g'rimi? Biz shunday qilgandik. Mana inshaalloh Xudoga bir deganimiz bor ekan, mana sizlar bilan gaplashib, uchrashib, mana besplatni bo'ldi. Endi bu hozir 8-10 million haqida gap ketyapti-da, 8-10 millionda mashina olsa ham bo'ladi. To'g'ri. Chiqib sizlarga rahmat. Andijondan Samarqandga kelib ishlashni o'zi bo'lmaydi. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Yana bu ishlarimiz bir bardavom bo'lsin, Xudoyim bir yo'limizni ochsa, bir yilda endi sizniki birinchisi bo'lsa, hali ikkinchi, uchinchilarni ham Xudo xolasa mana shunday bepul usta xizmati qilishga harakat qilamiz-da endi. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa, Xudoyim bir ishlarimizni rivojini berib, bir yo'limizni ochiq qilib, shayton nimagidan bo'lsa ham mana ro'za kunida turibmiz. Xudo xolasa savobi tegsa, biz ham xursandmizda endi. Biz ham pul uchun emas, nima desam ekan, hali klient oshirish uchun emas, savob uchun. Albatta, misol uchun bu dunyo o'tkinchi. Misol uchun bizlar ham siz ham umrni yarmini yashab o'ldik. Endi qancha umr yashaymiz, ya Xudodan. Shunday. Bitta bir kun borgan vaqtda sen nima ish qilgansan, qanaqa savob ishlarimizni yaqin inobatga olishadi. Shunaqa.
topganlaringiz haloldan bo'lsin. Shu haloldan topgan narsa haromga chiqmasin. Aytgansiz. Endi nima desam ekan? Eng ko'pchilik kuzatadi-da bizni. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari ko'p. Bitta qo'pol bo'lsa ham savol beraman endi. Bu misol sizni kasalligingizni nomi nima endi? Bu kasallik bilan undaqasi bormi? Endi meni kasalligim doktorlar zo'rab boruvchi mushaklar distrofiyasi deb nomlagan. Shuna. Bu endi qanday bu tug'mami yo bir anaqa bo'lganmi? Hayot davomida bir nima? Endi bu surunkali kasallik. Surunkali. Bu avlod suradigan kasallikda, to'g'ri? Endi haligimda bir so'raganimda haligi qarindosh urug' bizlarda otamiz bilan onamiz aka-ukani ballari bo'lgan, aka-ukalar xudo bo'lganda. Dadangizni dadasi, to'g'ri? Dadamni dadasi bilan dadamni ayasi. Qarindosh urug' xudo bo'lgan, to'g'ri? Shunday. Qarindosh urug' xudo bo'lgan. Endi hozirgi mana shu davrga kelib, mana shunday qarindosh urug' hamma haligi bir-biriga qiz berib, qiz olayotganlarga nima deysiz endi? Mana shuncha odam ko'radi. Hozir nima desam ekan? Mana shunaqalar ham ko'p-da, endi biz ham ko'p eshitamiz. Qarindosh urug', kimdir xolavachcha, kimdir mana yoshi katta otalarimiz yoki onalarimiz mana qarindoshchilik buzilmasin deb mana o'zini jiyanini kelin qiladi yoki og'aynisini kelin qiladi, lekin u narsa noto'g'ri. Mashina mana fikringizni mana siz ancha qiyinchilik ko'rgansizda. Mana shu narsani balki kimlargadir bir haligi nima foydamiz tegib qolar, bir yaxshilik bo'lar. Mashina mana videoga misol o'zingizni ashnaqa qarindosh urug' quda bo'layotganlarga bitta tavsiyangiz, bir fikringiz. Tavsiyam misol uchun kerak emas. Misol uchun qarindosh urug'dan qiz berib, qiz olish umuman kerak emas. Misol uchun 7 ta farzandi bo'lsa, uni farzandiga ta'sir qiladi bu narsa. 7 ta avlodga ta'sir qiladi. Biriga ta'sir qiladi bu narsa. O'sha uchun kerak emas. Sizlar endi qarindosh urug'chilikni buzmaymiz deb misol xudo bo'lishadi-yu, sizlardan keyingi avlod qiyinchilik bilan o'tadi. Shunday bo'ladi. O'shuning uchun mana akamizni hayotidan umuman qarindosh urug'chilik umuman xudo unaqa qiz berdi, qiz oldi. Yo'q. Bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Shunday. Endi bo'lmasa videoni cho'zmaymiz, men bitta obzorini qilaman. Sizga ham rahmat. Bitta duoni qilib berasizlar, obzorni boshlaymiz. Allohim, mana shu savob ishlaringiz bardavom bo'lsin, Xudo ko'pga bersin, ko'p qatori bizga ham bersin. Shu topganlaringiz to'ylarga, uylarga ishlatingizlar, ota-onalaringizni baxtiga sog' salomat bo'lib yuringizlar, ota-onalar hajga yuborish nasib qilsin. Shu haloldan topgan narsa haromga chiqmasin. Allohim doim oq yo'llaringizni bersin. Amin. Allohu akbar. Ahmet, senga yoqdimi? Qalay, bo'laveradimi? Zo'r. Xursandmisan, ha? Bo'ldi, rahmat. Hurmatli obunachilar, videoni boshlaymiz. Birinchi ichkari xonadan tanishtirib o'tamiz, keyin razvalkani tanishtirib o'tamiz. Ichkari xonamiz, ko'rib turibsizlar mana. Bunaqasiga 2 metr bo'lgan, razmerlarini aytadigan bo'lsam, 2 metr bo'lgan. 2 metrga 220 bo'yi bo'lgan. Hop, bu yog'imiz bunaqasiga bo'ladigan bo'lsa, 225 bo'lgan razmeri. 220 bo'lgan. 2 ga 220 bo'lgan. Xonamiz bo'yi ham 220 bo'lgan razmeri. Bu yerimizga mana shunday pechka qurib qo'yganmiz. Mana bu yerga mana tosh terib, bir qarsang toshlar terib, bir anaqasi bo'laveradi. Shunday holatda bo'lib turibdi. Hop, pechkamizni turbasini hali beri qo'ymadik. Pechkamiz turbasini qo'yamiz. Patologimizga mana atrofi taxtalar kuymasligi uchun o'rtasini shunday disk qilib turib, atrofga qo'yiladi. Shundan chiqib ketadi. Turbasini qo'yamiz, xudo xolasa. Hop, bu yog'imizda dushovoy zona bo'lyapti. Dushovoyimiz mana bemalol xudo xolasa cho'milsa, taransa bo'ladi. Chiroyli holatda o'rnadi. Bu yog'imizda mana shunday polkamiz, sovun, shampun qo'yish uchun shunday bo'lib turibdi. Xonamiz kakfolojniy kafel bo'lgan devorlari-yu poli 40 matviy sirpanmaydigan kafellardan foydalanganmiz. Traplarimiz mana ko'rib turibsizlar, 20 sm trap chiroyli holatda o'rnagan. Hurmatli obunachilar, pechkamiz borligi uchun bu xonamizni kafel qilganmiz. Videoning boshida aytib o'tdik. Endi nima desam ekan, arzonroq variantdan foydalanishga iloji boricha harakat qildik. Kafel bo'lmasa bo'lmaydi, pechka borligi uchun dekor plaslarimiz yeshilib ketishi mumkin. Mana shunday holatda kafel qildik ashin uchun. Mana shu maqsadda kafel oldi. Patologimiz vagonka bo'lgan. Bu o'zi asli vagonka emas,
Vagonka bilasizlar, narxi qimmat. Vagonkani kvadrati 350 ming, 400 ming turadi, toza vagonkalar. Buni haligi polli taxtalarimizdan qildikda, mana shunday qilib, chiroyli qilib moylab qo'ydik. Xudo xolasa, umri uzoqroq bo'ladi. Chiroyli holatda bo'lib turibdi, xudo xolasa. Shu ko'rinishda bu xonamiz. Bu yog'imizda mana havo alishtirish uchun fartishkalarimiz ham mavjud. Mana bemalol ochib, yopib, havo alishtirsa bo'laveradi. Chiroyli holatda o'rnagan. Bu xonamiz, xudo xolasa, obzori shu. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Xo'p, bu yog'imiz razdivarka qismimiz. Bu yog'imizga mana 80 litrlik Ariston o'rnatganmiz. Ariston o'zi firmaning nomi. O'zbekchasiga suv isitgich, ruschasiga voda nagrevatel deyiladi. O'rnatganmiz 80 litrlik. Orqa tomonda rezetkasi bor. Rezetkaga mana bemalol rezetkasidan ko'rinmaydigan qilib orqasiga chiroyli qilib qo'yganmiz. Xo'p, atsikashli avariyli kranlarimiz mana qo'yilgan. Xudo xolasa chiroyli holatda turibdi bu ham. Mabodo bir shilyankada yo Aristonda bir muammo bo'lsa, mana shu yerda o'zidan bekitiladi-da. Aristonni tozalasa yo olsa, boshqa qilsa bo'laveradi bemalol. Tagida avtomat motorimiz bor. Bu yerimizga kranni qo'yganimiz sababi tomdan, bochkadan suv tushadi-da, avariyli holatdagi kran bu. O'shuning uchun qo'yilgan. Mabodo motor ishdan chiqsa, buzilsa yo boshqa bo'lsa, mana shu yerdan bekitiladi-da, bochkada suv bo'lsa, bochkani bo'shatib yurmaydi-da, mana shu yerdan bekitadi, motorni sozlatib olib kelib yana qaytarib joyiga qo'ysa bo'ladi. Motor uchun alohida rezetka tashaganmiz. Bu yerimizga mana bitta kir mashina sig'adigan joyimiz bor. Ko'rib turibsizlar. Bu tomonimizda mana kanalizatsiyasi, suvi, rezetkasi hammasi orqada qolib ketadi. Chiroyli holatda o'rnaydi. Tepasida fartishka bunda ham havo alishtirish uchun rezetka. Bu yog'imizda shkafli rakvinalarimiz. Rakvinamizga mana ichlariga misol bu narsa qo'yib bemalol foydalansa bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar. Svetlari ko'zguvimiz mana shunday oynalik, sensorlik led lampalari bor. Mana 3 xil tarzda svetlari yonadi. Shunaqa oynamiz. Stakanchik, sovun qo'yadigan. Bu yerimizda ham kranlik bor. Kranligimizni bu ichkariga qo'yishimiz sababi, misol ichkarida bu sentralnidan kelayotgan suv, buni ochadi-da, tomga bochkaga suv chiqadi. Suv to'lganini bilish uchun mana bu fortishkani ochadi. Ochsa mana shu joydan bochkadan to'lib oshgan suv mashidan tushadi va maytdan bekitib qo'yilaveradi. Shuning uchun qilingan, mana ichkariga qilingan, yaxlamaydi ham, muzlamaydi ham. Kalso yuz sochiq uchun. Bu xonamiz Ponni Dekor Plus bo'lgan. Aytib o'tganimdek, arzonroq variantdan foydalanishga harakatini qilganmiz, lekin dizayniga o'zingizlar baho berasizlar. Mana shunday bo'lgan menimcha. Like bosib qo'llab podдержка qilib turinglar. Dekor Plus bo'lgan. Dekor Plusimizni kusoyi ko'paymasligi uchun bu xonamizni bo'yini razmerini 2 metr qilganmiz. 4 metrli Dekor Plusdan 2 dona Dekor Plus chiqadi. Pataloylarimiz qovurg'ali Dekor Plusdan bo'lgan. Mana shunday ko'rinishda bo'libdi. 220 ga 220 bo'lgan bu xonamiz, kattagina bo'lgan. Buni ham qo'llari mana shunday xuddi tosh terilganga o'xshaydi. Matviy 40 kafellardan foydalanilgan. Bu tomonimizda avtomat shitlarimiz mavjud. Avtomat shitlarimizga mana uzo avtomatlarini ham qo'yganmiz. Uzo mabodo bir tempen yorilsa, avtomatik uzo avtomatimiz tashiydi. Xonamiz elektromontajlari 5 korobka Euromontajda bo'lgan. Ukulchatorlarimiz o'rnatilgan. Bu yog'imizda mana tashqaridan shunday kirish bo'ladi-da, ro'parada rakvina bo'ladi, yonida xudo xolasa kelajakda kir mashina olishadi, avtomat kir mashina bo'ladi. Bu tomonimizda Ariston, tagida motor, bu yog'imizda yana bitta ukulchator ichkariniki, bu yog'imizda shunday vishilka bo'ladi. Oddiygina, soddagina qilganmiz. Xudo xolasa dizayniga o'zingizlar baho berib, like bosib, podдержка qilib turasizlar. Butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab usta xizmatlarimiz bor. Xudo xolasa kam ta'minlangan, mas'uliyat cheklangan oilalarga 1 yilda 1 marta yoki 2 marta mana shunday bepul usta xizmati ko'rsatamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunday oilalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Baniyaga ehtiyoji bor oilalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa gaplashamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab
mana shunday xizmat ko'rsatamiz. E'tiboringlar uchun rahmat deb qolaman. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.